Xamir qilish yodida tursin, oshxonani yaqiniga ham kelmagan qizlar hozir juda ham ko'p. Ana o'sha qizlar bu chakchayni ko'zini yumib ham pishira oladi, chunki buni tayyorlash juda ham oson. Oson, hamma sirlar bilan o'rgatilgan retseptlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta videoga like bosib, obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Videoda ko'rsatilganda yumshoqqina xamir qorib, 15 minutga tindirishga olib qo'yamiz. Ketgan mahsulotlarning hammasini videodagida qoldiraman. Tingan xamirimizni yupqa qilib yoyib, 4 barmoq enligida lentichkalar kesib olamiz. Kesib olgan lentichkalarimiz orasiga eritilgan sariyonni surib, 4 qavat qilib taxlaymiz. Eng ustki qavatiga sariyo surilmaydi. 1,5 santimetrli palochkalar kesib chiqib, xuddi videoda ko'rsatilgandek barmog'imiz bilan bosib burab, shunaqa chakchaylarni yasab olamiz. Qovuradigan yog'imiz oldindan past olovda qizib turgan bo'lishi kerak. Chakchaylarimizni oldin pastroq olovda, keyin varolari ochilgandan keyin o'rta olovda qizartirib olamiz. Qiyom uchun suv, shakar, limon suvini solib 15-20 minut qaynatamiz. So'ngra ozgina asal solib yana 3-4 minut qaynatamiz. Tayyor chakchaylarni qiyomga botirib, chiroyli idishlarga terib, dasturxonga tortsak bo'ladi. Hayit dasturxoningiz uchun albatta tayyorlab ko'ring. Video yoqqan bo'lsa like bosib, obuna bo'lish esingizdan chiqmasin.